Videoda ko'rib turgan nonning zoti brosh. Buni kelib chiqishi Fransiyaga borib taqaladi. Fransiyaga xos bo'lgan non turlaridan. Ko'pincha to'g'ri ovqatlanishda bo'lgan insonlarda shirinlikka bo'lgan ehtiyoj juda ham ortib ketadi va kaloriya hisobidan yoki gluten, shakarlarni iste'mol qilish taqiqlangani hisobidan ularda shirinlik yeyishda o'zlariga cheklov qo'yishadi. Bu nonimizda kakao, tabiiy asal bo'ladi va hazmi og'ir bo'lgan yog'lar qo'shilmaydi. Shuning hisobidan to'g'ri ovqatlanishda bo'lgan insonlarga juda ham mos keluvchi non turlaridan. Agar siz o'zingiz to'g'ri ovqatlanishda bo'lsangiz, bu nonni tayyorlashga erinsangiz yoki bilmasangiz, retsepti sizda bo'lmasa,